tanlovni o'zim hal qildim deb o'ylayapsizmi? Yo'q, sizning avtopilotingiz allaqachon qaror qabul qilib bo'lgan. Miyamizdagi avtopilotimiz 1 soniyada 11 million bit qabul qiladi. 11 million. Pilotimiz esa, ya'ni miyamizdagi ongli qism bor yo'g'i 1 soniyada 40 bit qabul qiladi. Pilotimiz qanday savollarga javob beradi? Pilotimiz qayerga ishga kirsam ekan, qayerda o'qisam ekan yoki kimga uylansam ekan, shunga o'xshash savollarga javob beradi. Coca-Cola, Apple, McDonald's shunga o'xshash brendlar allaqachon bizning avtopilotimizga mahkam joylashib olgan. Qanday qilib deysizmi? Ranglar, hissiyotlar, hidlar va doimiy o'zlarini eslatib turishlari bilan o'rnashib olgan. Biz o'zimizni boshqaramiz deb o'ylaymiz, lekin ko'pincha bizni tanlovlarimiz boshqaradi. Savol: hali ham marketing biznesda muhim emas deb o'ylaysizmi?